Mana shu joyni alohida kesib qo'yingizlar, eshitsin. Alohida kesiladi. Hurmatli restoran, oshxona, kafe egalari, o'z biznesingiz uchun xalqimizni zaharlayapsiz. Zaharlamasangiz isrofga yo'l qo'yyapsiz. Mana qaysi restoran, kafega borsak, ko'rsatib ko'r. taomingiz yarmi bormi desa yo'q deydi. Bor bo'ladi, Ilyonu 08, 07. Yo'q, u bir qoshiq kam degani. Shunaqa, unaqani. Yo'q, unaqa aldamaslik kerak odam. Bu yolg'on narsa. Yarim porsiya degan narsa avval bo'lgan. Hozir yo'q. Ana shu joyga qaytarib qo'yinglar. Shunda tijoratlaringga baraka keladi. Odamlarni qarg'ishiga yoki isrofiga sherik bo'lib qolmaysizlar va insonlarning salomatligi buzilishiga sababchi bo'lib qolmaysizlar. Mana ko'p restoranchilar nolib yuradi, yaxshi savdom ketyapti, keyin tushib ketdim. Nimaga aytayapmi? Nimaga? Masalan, meni men bir porsiya ovqat, bir tog'ora ovqat olib keladi to'lagan ekan. U 3 kishi yeydigan ovqatni bir kishiga olib keladi. Men aytayapman, shuni yarim qilib olib kela olasizmi desam, yo'q deydi. Ofitsiantda ayb yo'q. Uzr, tizim shunaqa ustoz deydi, xo'jayinlar qo'ymaydi dedi. Men keyin nima deyman, iltimos uka, bir porsiyani pulini oling-da, menga mana shuni teng yarmini olib keling desam, yo urishadi. Keyin bor deyman, ana shef povringni chaqir deyman. Bosh oshpaz keladi, menga bir porsiyani pulini olib, yarim qilib beringlar. Qolgani qozonda qolsin, roziman. Mana yerga olib kelib 4-5 qoshiq yeb tashlab, uni keyin musorga tashlar ekan. Axlatga tashlaydi. Isrof u. Meni isrof qilishga majbur qilyapsizlar, hurmatli restoranchilar, kafe, oshxonachilar. Unaqa qilmanglar, iltimos. Yarimta dedim, yarimtani joyiga qo'yib qo'yinglar. Agar qachondir kimdir mendan oshxona, restoran, kafe ochaman desa, birinchi maslahat bering desa, birinchi maslahatim yarim porsiya qo'yish. Biz hozir kafe ochmoqchimiz, mana shu maslahatingizni inovatga olib yarim porsiya qilamiz. Masalan, bir porsiya hamchi bir tog'ora bo'lish kerak emas. Shunaqa. Turkiyada, Yevropada mana borgansizlar, o'zimiz ham borganmiz, taomlar grammlab sotiladi hatto. Shunaqa. Gram. 1 gram ber, 1 gram beraman degan. 1 gram so'ra 1 gram beraman degan. Pulini to'lasang bo'ldi. Men shu yarim porsiya degan narsani qo'ying, to'lagan aka, ko'rasiz odamlar qanaqa yog'ilib kelishi.